Qulog'iga gap kirmaydigan bolalarni qanaqa tarbiyalash kerak? Qulog'iga gap kirmaydigan bolalarni oldin bitta eshitib ko'rish kerak. Nimaga aytganingizni qilmayapti. Misol uchun uyga yig'ishtirib qo'ydi deysiz. Nimaga qilmayapti? Bo'lishi mumkin u chalg'ib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni chalg'ish oqibatida va bo'lishi mumkin bola o'zi ish qilishni xohlamasligi mumkin. Yoki-da sizni prosta copy paste qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni siz uyga kelyapsizda faqat telefonda o'tiribsiz, to'g'rimi? Bolangiz bilan gaplashmayapsiz, umuman o'ynamayapsiz, gaplashmayapsiz. O'sha holatda bolangiz ham sal yosh katta bo'lgandan keyin siz bilan umuman ishi bo'lmaydi, faqat telefon, kompyuter bo'ldi, boshqa narsa bo'lmaydi. Oy, telefon o'ynama, telefon ziyon, oy, ChatGPT bilan gaplashma, u bo'lmaydi desangiz ham, u siz bilan gaplashmagan bola. Siz uni misol uchun eshitmagansiz. U qayerdan hozir sizni eshitadi? Mani kichkina o'g'limda shunaqaroq qulog'iga gap kirish sal qiyin. Mendan boshqa odam gapirsa. Nimaga? Chunki boshqa odamlar u nimadir qilib gap gapirayotganda gapini eshitishmaydi-da. Ama gapini o'tirib eshitaman. Misol uchun yig'lasa ham yig'lab olishini kutaman. Keyin aytaman, baraka topgur. Men bunaqa ishni aytgandim, nimaga qilmading deyman. Nimaga qilmading? Anda esimdan chiqib qopti deyman. Bo'pti, davay tez qilib qo'y deyman. Tez qilib qo'y deyman. Mana shu narsa oqibatida ko'payveradi, faqat yuragi siqilib ketmasa. Bola tarbiya qilyapsizmi, bu o'ta mas'uliyatli narsa. Bolani maksimum eshitasiz, maksimum to'g'ri tushunasiz va maksimum to'g'rilikka sekin harakat qilib olib borasiz. Birdaniga bo'lib qolmaydi. Birdaniga. Tem bo'ldi hozirgi Z avlodga umuman birdaniga bo'lmaydi.